Hop, hammaga assalomu alaykum. Mana bugundan boshlab birinchi SMM darsidan ham boshlaymiz, xudo xolasa. Hop, birinchi SMMni asosan prezentatsiya asosida o'tib qo'ya qolamiz. Keyin amaliy ko'rsatamiz. Hop, birinchi darsimiz asosan nima? Birinchi SMM o'zi nimaligi haqida bilib olishimiz kerak. Ko'pchilik so'rashyapti, SMM o'zi nima? SMM nima o'zi? SMM social media marketingni qisqartirma so'zi. Kecha endi bir hazilomuz qilib ham bir javob berdik so'raganlarga. SMM misol uchun misol qilib keltiradigan bo'lsak, dehqonchasiga tushuntiradigan bo'lsak, Eshmatjon misol uchun kecha yozganimizda Eshmatjon mebel ishlab chiqaruvchi firma ochadi. U ko'p reklama qiladi, mijoz chiqmaydi. Shunda qo'shni mahalladan SMM mutaxassislariga yuzlanadi. Ular $400 evaziga misol uchun bir oy firmaga mijoz topish va uni tanitish bilan shug'ullanishni aytishadi. SMMchilar firmani Instagram, Facebook, Telegram tarmoqlarida sahifa ochishadi. Uni yurgizishadi, reklama qilishadi. Bir oydan keyin qarabsizki, Eshmatjonning firmasiga mijozlar oqib kelishni boshlaydi. Mana bu haqiqiy misol. SMMchilarning asosiy vazifasi bu potensial mijozlarni ko'paytirish. Va bizning asosiy vazifamiz klientlarni ko'paytirish, o'quvchilarning sonini oshirish, mahsulotimizni butun O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, mahsulotimizni chetga ham chiqarish. Hozirda bizning misol uchun IELTS kurslarimiz, ingliz tili kurslarini reklamalari bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, chet ellarda, ya'ni qo'shni respublikalarda Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Armaniston davlatlarida misol o'quvchilarda qiziqish borligini sezdik va ularga biz reklamamizni yo'naltirdik. Mana hozir qarab turamizki, endi onlayn rejimda, karantin payti bo'lgani uchun onlayn rejimda hozir ular o'zligini davlatdan turib o'qishyapti, til o'rganishyapti. Mana bu bitta SMMni bir usuli, marketingning bir usuli desak ham bo'ladi. SMMni qisqacha tushungan bo'lsak, endi bizlarning kursimizni, misol uchun olaylik, bir 2 oylik kurs deylik, biz uni 8 ta modulga bo'lib chiqamiz. Ya'ni bizlarning 2 oylik hozir TikTokda chiqarayotgan reklamamizda asosan 2 oylik kursni bepul sifatida yo'lga qo'ymoqchimiz. Shu 2 oylik kursni ham endi biz aniq bir reja asosida ko'rsatib ketmoqchimiz. Xo'p, 2 oylik dars rejalarimiz bilan tanishadigan bo'lsak, xo'p, modul 1. Modul 1dan boshlaymiz. Bu ya'ni bir hafta 2 oyda misol uchun olib qaralgan bo'lsak, 8 hafta bo'ladigan bo'lsa, 8 ta haftani biz har bitta haftasiga modul 1, ya'ni nom berib chiqamiz. Xuddi mana olaylik dekabr oyida O'zbekistonda har yili bir yildan keyingi yillar nomi qo'yiladi. Ana shu nomga asosan strategiyaga asosan davlat tomonidan shu nom asosida har xil loyihalar amalga oshiriladi. Biz ham bitta haftani nomlab qo'yamiz. Misol uchun birinchi haftamiz konkurentlar. Ya'ni konkurentlarni hammasini biz analiz qilib chiqishimiz kerak. Kim ular, nimasi bilan ustun, nima kamchiligi bor, qaysi tomonlari bilan ustun, saytlar degan analizini ko'ramiz. Telegram, Facebook, Instagram, YouTube veb-saytlarni o'rganib chiqishimiz kerak ekan. Hop, bir hafta bunga ketadi. Ikkinchi haftada Telegram, asosan Telegramdan boshlaymiz. Telegramda kanal ochish, uni yurg'izish, guruh ochish, bot ochish, kam tekstli yozish, copywriterlik bilan hammasini o'rganib boramiz. Bot yaratishlargacha o'rganamiz. Hop, 3-haftamizda 3-modulimizda Instagramni o'rganamiz. Instagramda profil ochish, profilda biznes akkaunt o'tkazish, profilda dizayn ustida ishlash, Instagramdan reklama yoqishlarni o'rganamiz. 4-haftada Facebookda ham xuddi shunaqa profil ochish, biznes page yaratish, viza karta ochish, viza kartani Facebookga ulash, Facebook bilan Instagramni bir-biriga bog'lash va Facebook orqali reklama yoqish turlarini o'rganamiz.
Xo'p, keyingi haftamizda, ya'ni keyingi oyga o'tadigan bo'lsak, 5-haftada целевой auditoriyalar bilan ishlaymiz. Ya'ni o'zimizni aniq bir maqsadli auditoriyamizni yaratamiz. Ya'ni ular kim ular? Qanaqa muammolari bor? Auditoriyani yaratishimiz, uni to'g'ri yo'naltirishimiz, ya'ni auditoriyani to'g'ri tanlashimiz kerak. Misol uchun, ingliz tili reklamasini oladigan bo'lsak, biz ingliz tiliga qiziqadigan auditoriyani yig'amiz. Ya'ni misol uchun, ingliz tili reklamasini hech qachon rus tiliga qiziqqan auditoriyaga ko'rsatmaymiz. Mana bu bitta misol. Xo'p, keyin 6-haftamizda endi biz targeting reklamalarini o'rganamiz. Ya'ni Facebook orqali hamma davlat xohlasa, misol uchun mahsulotimiz O'zbekistonda bo'lsa, xohlasa chet davlatda bo'lsa, mahsulotimizni reklama qilishlarni o'rganamiz. Xo'p, 7-haftamizda YouTube'ga o'tamiz. YouTube'da endi profil ochish, video joylash, videoni joylagandagi uni nastroykalarini to'g'rilash va hashtaglar bilan ishlashlarni o'rganib boramiz. Hop, 8-haftamizga kelib aniq bir strategiyalarni o'rganamiz. Ya'ni mahsulotimizni solishtirib ko'ramiz. Ya'ni peshonaga otish usullari bor. Taklif berish, offer, sinov xizmatlari. Har xil so'rovnomalar o'tkazish, har xil rozыгрышlar uyushtirish, vebinarlar o'tkazish, har xil shunga o'xshash narsalarni ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Xo'p, mana bugungi birinchi darsimizda SMM o'zi nimaligini va 2 oylik dars rejalarimiz haqida to'liq tanishib oldik. Bugungi dars tushunarli bo'lsa, kommentariyaga izoh yozib qoldirishingizni so'raymiz va iloji bo'lsa TikTokdagi videoga like hamda YouTube'dagi videoga like va obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Ya'ni bu sizlarni bu bosadigan like yoki obunalar boshqalarga ham ko'rinishiga uchun yordam beradi. Rahmat.